70% bo'g'imga qilingan ukollar kutilgandek yordam bermaydi. Agar sizga ham ukol qilinganidan keyin og'riq qaytgan bo'lsa yoki umuman yengillik his qilmagan bo'lsangiz, bu video sizga haqiqiy sabablarni ochib beradi. Millionlab odam bu muammo bilan yuzma-yuz keladi, lekin hech kim ularga haqiqatni aytmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va og'riqli mavzuni muhokama qilamiz. Nima uchun bo'g'imga qilingan ukol har doim yordam bermaydi? Bu savolni minglab bemor beradi va javob ololmaydi. Bugun men sizga ilmiy va amaliy jihatdan to'liq javob beraman. Oxirida siz aniq bilib olasiz, nima qilish kerak va qayerga yo'nalish kerak. Birinchi navbatda tushunib olaylik. Bo'g'im ukollarining turlari va maqsadlari. 3 ta asosiy ukol turi. Birinchisi steroid ukollar, gormonal. Yallig'lanishni kamaytiradi, tez ta'sir qiladi. 3-6 oy ta'sir qiladi. Yiliga 3 martadan ortiq qilish mumkin emas. Ikkinchisi gialuron kislotasi. Bo'g'im moyini to'ldiradi, sekin ta'sir qiladi. 6-12 oy davom etadi. Tog'a yemirilishida foydali. Uchinchisi PRP, plazma lifting. O'z qoningiz bilan davolash, to'qimalarni tiklaydi. Ta'siri 3-6 oy davom etadi. Eng xavfsiz usul. Nega ba'zan yordam bermaydi? Statistika shuni ko'rsatadiki, steroidlar 60% hollarda yordam beradi. Gialuron 70% samarali hisoblanadi. PRP 80% muvaffaqiyat. Demak, 30-40% odamlarda ukollar umuman ishlamaydi yoki qisqa muddatga yordam beradi. Nima uchun bunday bo'ladi? Birinchi va eng keng tarqalgan sabab: og'riq manbai noto'g'ri aniqlangan. Ko'pchilik shunday o'ylaydi: bo'g'im og'riyapti, bo'g'imga ukol qilish kerak. Haqiqat, og'riqning 50% bo'g'imning o'zida emas. Og'riq qayerdan kelishi mumkin? Mushak va paylar, bo'g'im atrofidagi to'qimalar, nerv qisiqligi, umurtqa yoki boshqa joyda. Yonbosh muammolar, masalan, yonbosh og'riq tizzaga beradi. Tizimli kasalliklar, umumiy yallig'lanish. Real misol, tizza og'riydi, lekin sababi yonboshda artroz, belda grija va oqibatda nerv qisilishi, oyoq mushaklarining zo'riqishi. Bu hollarda tizzaga ukol qilish, pul va vaqt yo'qotish. Qanday aniqlash mumkin? To'liq tekshiruv, rentgen, MRT, ultratovush. Har bir og'riq manbaiga alohida diagnostika, tajribali mutaxassis konsultatsiyasi. Agar tashxis noto'g'ri bo'lsa, hech qanday ukol yordam bermaydi. Ikkinchi sabab, kasallik juda og'ir darajaga yetgan. Artrozda ukollar qachon yordam beradi? Birinchi, ikkinchi bosqichda kichik yemirilish, yengil yallig'lanish. Og'riq darajasi 3 balldan 6 ballgacha. Harakat cheklanmagan yoki ozgina cheklangan. Ukollar qachon yordam bermaydi? 3-4 bosqichda tog'ay butunlay yemirilgan, suyaklar bir-biriga tegmoqda, bo'g'im shakli o'zgargan. Doimiy kuchli og'riq. Bunday hollarda ukol faqat 1-2 hafta yengillik beradi. Og'riq qaytadi. Ba'zan yanada kuchayadi. Pul va vaqt yo'qotish. Yechim to'g'ri diagnostika. Rentgen yetarli emas. MRT to'liq holat ko'rsatadi. Bosqichga mos davolash tanlanishi. Muhimi, og'ir bosqichlarda ukoldan oldin boshqa usullarni sinab ko'rish kerak. Fizioterapiya, dori bilan davolash, hayot tarzini o'zgartirish. Agar bular yordam bermasa, operatsiya haqida o'ylash mumkin. Ammo ukollar bu bosqichda samarasiz. 3-sabab, har qanday og'riqqa bir xil ukol qilish. Har bir ukol o'z vazifasiga javobgar. Steroid ukollar kimga kerak? Kuchli yallig'lanishi bor, shish va qizarish. Harakat qilganda og'riq kuchayadi. Isitma, umumiy yomon his qilish. Gialuron kislotasi kimga? Tog'a yemirilgan, ya'ni artroz, bo'g'im qurib ketgan, harakat cheklanishi, yallig'lanish yo'q yoki kam. PRP kimga foydali? Yosh odamlar, 50 yoshdan kichik, sport jarohatlari, to'qima tiklanishi kerak. Boshqa ukollar yordam bermagan. Eng katta xato har qanday og'riqda faqat steroid ukol qilish. Nima bo'ladi? Yallig'lanish yo'q. Ammo steroid ukol qilindi. Vaqtincha yengillik. Tog'a yanada yemiriladi. Muammo kuchayadi. To'g'ri yondashuv, aniq tashxis, og'riq sababini aniqlash. Shu sababga mos ukol tanlash, kuzatuv va baholash. 4-sabab, ukol qilib boshqa hech narsa qilmaslik. Ukol bu faqat birinchi qadam. Ukol va unga qo'shimcha nimalar qilish kerak?
Fizioterapiya, mushaklar kuchaytirilishi, bo'g'im harakatchanligini tiklash, to'g'ri harakat o'rgatish, hayot tarzi o'zgarishi, to'g'ri ovqatlanish, yallig'lanishga qarshi, zararli odatlardan voz kechish, profilaktika, har kuni maxsus mashqlar, to'g'ri o'tirish va yurish, yuklamalarni to'g'ri taqsimlash. Nima bo'ladi agar faqat ukol qilsangiz? Vaqtincha yengillik, asosiy sabab qoladi, og'riq qaytadi, yanada qiyin davolash. Muvaffaqiyatli davolash formulasi: ukol, fizioterapiya va hayot tarzini to'g'irlash uzoq muddatli natija demak. Real statistika: faqat ukol 30% muvaffaqiyat, ukol va fizioterapiya 70%, kompleks davolash 85-90% muvaffaqiyat. Xulosa qilib aytganda, ukol bu davo emas, yengillik beruvchi vosita. Asl davo kompleks yondashuv. Ba'zi hollarda ukollar umuman ishlamaydi. Qaysilar? Birinchisi, psixogen og'riqlar. Og'riq bor, ammo buzilishi yo'q. Stress, depressiya natijasi miya og'riqni yaratib chiqaradi. Hech qanday ukol yordam bermaydi. Ikkinchisi, fibromiyalgiya. Butun tanada og'riq, bo'g'imlar sog'lom, markaziy nerv tizimi muammosi. Maxsus davolash kerak. Uchinchisi, nerv kasalliklari, siatik nerv qisiqligi, tunnel sindromlar, nevropatiya. Bu holda bo'g'imga emas, nervni davolash kerak. To'rtinchisi, qon tomir muammolari, qon aylanishi yetishmovchiligi, iskemiya, tromboz, qon tomir davolash kerak. Beshinchisi, onkologik jarayonlar, o'smalar, metastazlar, qon kasalliklari, maxsus onkolog davolashi. Qanday farqlash mumkin? Ukol yordam beradigan holatlar: og'riq mahalliy, harakat bilan bog'liq, anatomik jihatdan mantiqiy, yallig'lanish belgilari bor. Ukol yordam bermaydigan holatlar: og'riq ko'chib yuradi, harakatga bog'liq emas, tushuntirish qiyin. Boshqa belgilar ham bor, masalan isitma, vazn yo'qotish, uyqu buzilishi. Muhimi, agar 2-3 xil ukol ham yordam bermasa, muammo boshqa joyda. Qo'shimcha diagnostika: boshqa mutaxassislarga ko'rsating, to'liq tekshiruvdan o'ting, og'riq manbaini aniqlang, muqobil usullarni sinang. Fizioterapiya, professional massaj, magnitoterapiya, lazer bilan davolash, elektroforez, manual terapiya, zamonaviy usullar, radioto'lqinli ablitatsiya, plazma lifting, o'zak hujayra terapiyasi. Hayot tarzini o'zgartiring, vazn yo'qoting, har kuni mashq qiling, stress bilan kurashing, uyqu rejimini to'g'rilang. Psixologik yordam: surunkali og'riq ruhiy yukdir, psixolog yordami zarur. Antidepressantlar foydali bo'lishi mumkin, oila qo'llab-quvvatlashi muhim. Sabr, toqat, og'riq bir kunda yo'qolmaydi. Har bir usul vaqt talab qiladi. Ketma-ket harakat qiling, muvaffaqiyatga ishoning. Ukoldan oldin to'liq diagnostika o'tkazing, og'riq sababini aniqlang, mutaxassis bilan batafsil gaplashing, kutish va imkoniyatlarni muhokama qiling. Ukol vaqtida tajribali shifokorni tanlang, savollaringizni bering. Esda saqlang, eng yaxshi davo kasallikning oldini olish. Bo'g'imlaringizni asrang, har kuni harakatlaning, vaznni nazoratda tuting, to'g'ri ovqatlaning, stressdan saqlaning. Og'riq boshlanganda tezda harakat qiling, kechiktirmang. Hurmatli tomoshabinlar, bugun qilishingiz mumkin bo'lgan ishlar: og'riq daftari tuting, qachon, qancha, nima vaqtda og'riydi, yozib boring. Mushaklar mashqini boshlang, har kuni 10 daqiqa. Issiq kompress, kuniga 2 marta 15 daqiqadan. Yurish, har kuni 20-30 daqiqa. Bir haftadan keyin izohda natijangizni yozing. Eng yaxshi natijalar ko'rsatganlarga maxsus maslahatlar beraman. Agar siz ham bo'g'im og'riqlarini operatsiya va ukollarsiz davolamoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling yoki Telegram orqali biz bilan bog'laning. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang, bizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.